Barchaga assalomu alaykum. Bolalar yaxshimisizlar? Bugungi videoda previewdan ko'rib turganingizda Standoff 2 o'yinini 0 dan oxirigacha polni qanaqa qilib nastroyga qilishni tushuntirib beraman bolalar. Hech narsa qolib ketmaydi. O'tgan safargi qilgan videomda ba'zi bir narsalar qolib ketgan ekan. Buning uchun uzr so'rayman va bu videoda xudo xolasa hech narsa qolib ketmaydi degan umiddaman. Xo'p, birinchi o'rinda ko'pchilik endi boshlagan o'yinni, to'g'rimi? Hali hech qanaqa nastroyga bilmaydi, даже управлениeni to'g'rilashni bilmaydi. Shuning uchun hammasini qanday qilib ko'rsataman. Qaranglar. Birinchi o'rinda sizlar mana shu treningga kira olishingiz kerak. Trening, agar shunga ham kirishni bilmasangiz, hozir ko'rsataman, qaranglar. Endi bu ko'rsatganim uyat emas, chunki endi kirganlar bor. Qaranglar, kirganlarda igratda bosasizlar, pastda mana bu 1 2 3 ограбление, duel 2 на 2 и тренировка turibdi. Mana shu kiraman. Endi bu prosta endi kirgan juda ham yangi o'yinchilar uchun ko'rsatdim bu narsani. Ba'zilar chunki shuni ham mendan so'rashyapti, shuning uchun ko'rsatib berdim. Xo'p, kirib olganingizdan keyin birinchi o'rinda nastroyga kirasizlar. Yana nastroyga и tilni birinchi o'rinda esdan chiqdi, tilni to'g'rilab olishingiz kerak. O'sha birinchi menyuda turganingizda mana shu joyga kirganingizda yezik yo bo'lmasa language shunaqa ingliz tili, agar sizlarda ingliz tilida bo'lsa shunaqa yozib chiqadi, shuni ruschaga o'girib oladi, chunki menda ruschada turibdi. Qaranglar, birinchi o'ringa kirganda vid ruк и оружие, ya'ni qo'lda оружиeni ko'rinishi. Qaranglar, hozir e'tibor beringlar. Qo'limda qanaqa turibdi? Оружие sal uzoqroq. Endi bunga o'tkazamiz. Ko'rganingizda endi yaqinlashib, kattalashib qoldi. Bu yerga men har doim klassikaga qo'yib olaman, ya'ni удобный turadi. Ko'rganingizda удобный turadi. Bu birinchisi shu. Endi interfeysda agar отключить qilsak, interfeysimiz hech narsa ko'rinmaydi. Только kill deb buni bilmayman. Buni ishlatmanglar. Nimaligini bilmayman, to'g'risi o'zim shuning uchun ishlashni maslahat bermayman. Bu interfeys har doim включен turishi kerak. Agar bunga qo'ysanglar, ko'rinmay qolishi mumkin sizlarda. Va bu yerda ko'rib turganingizda 3 ta galichka turibdi, to'g'rimi? 3 ta galichka qaranglar. Birinchisi переключить на поднять оружие deyapti. Поднять оружие, ya'ni qayergadir nima desa, оружие yotgan bo'lsa, o'yin paytida kimdandir tushib qolgan bo'lsa, shuni olish uchun bosasizlar. Ikkinchisi счетчик FPS, состояние батареи и сети. Ya'ni bu narsa mana ikkinchisi, bu mana tepada ko'rib turibsizlar, 120 FPS batareya internet ko'rsatib turibdi. Mana shu narsani ko'rsatib qo'yishingiz mumkin buni yoqib. И внутреннее уведомление, ya'ni ichkaridan qanaqadir yangiliklar bo'lmasa, kes qo'shilgan bo'lsa, например, skinni sotishga qo'ygan bo'lsangiz, sotilgan bo'lsa, sizlarga chiqib ketganingizda ham уведомление keladi. И bu yo'llari hech narsa emas. Endi privatnisiga o'tadigan bo'lsak, privatsida nima bor, qaranglar. Birinchisi, men hozir bu yerda gap cho'zilib ketmasin deb aytishinglar mumkin, lekin bu yerda umuman tushunmaydiganlar ham bor. To'g'ri, sizlar ko'p narsani bilishinglar mumkin. Aynan o'zingizlar qidirayotgan narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, sabr qilinglar, o'zingizlar qidirayotgan narsalardan chiqadi xudo xolasa. Ko'pchilik bilmaydi, shuning uchun noldan shoshilmay tushuntiryapman. Qaranglar. Privatnisiga kirsak, начать переписку. Ya'ni перепискani boshlash degan narsa bu. Переписка nima deganini o'zingizlar bilasizlar. Buni men nekta qilib qo'yaman, chunki ko'pchilik bo'lgandan keyin hamma zaifliklar bu yoq plus o'zingizlar tushunyapsizlar, ko'payib ketadi vodimni, shuning uchun o'chirib qo'yganman. Nekta qilib qo'yishinglar maslahat beraman. Приглашение в клан. Ya'ni kimdir sizlarni klanga qo'shmoqchi bo'lsa, kimdir, misol uchun men klanim bor, sizlarni o'zim klanimga qo'shmoqchi bo'lsam, agar sizlar qo'shilishni xohlasanglar, desanglar. Agar faqat o'rtog'inglar qo'shishni xohlasanglar, друзья. Agar hech kim klanga qo'shishni xohlamasanglar, niktoni qilib qo'yasizlar. Zaявка в друзья. Ya'ni sizlarni IDlarni yozib, kimdir друзья tashlay olishi uchun desanglar bosib qo'yishingiz kerak. Agar hech kim sizlarga друзья tashlashni xohlamasanglar, niktoni bosib qo'yasizlar. Приглашение в lobby. Ya'ni sizlar друзьяlardagi odam lobby ochib o'ynayotgan payt sizlarni ham qo'shishi uchun, to'g'ri, sizlar kirishinglar uchun VC yoniq turgan bo'lishi kerak. Nikto yoniq tursa, bu sizlar qo'shila olmaysizlar. Bu ham shunaqa. Endi videoga o'tadigan bo'lsak. Video mana ko'rib turibsizlar qanaqa. Bu yerda qaranglar, men bu yerda atalib o'chirib qo'ydim. Detalizatsiya shilderda ham 0 qilib qo'yasizlar. Soglаживание
8x ko'tarasizlar. Anizotrovnaya filtratsiya deganni ham 16x ga ko'tarib qo'yasizlar. FPS ko'tarib qo'yasizlar. Отображение убитых personajini yoqmaysizlar. Применить qilasizlar. Уже grafika ko'rgan bo'lsanglar, videoni boshida grafika boshqacharoq edi. Endi grafika sal o'zgardi. Hamma arjolarda rangini ko'rishingiz mumkin, o'zi boshqacha bo'lib qoldi. Bular shunaqa narsa bu videoda. Endi upravlение, eng muhim joyi upravlение. Qaranglar. Birinchi o'rinda customizatsiyaga kiradigan bo'lsa, agar meni upravlением kerak bo'lsa, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman, bemalol kopirovat qilib qo'yib olishingiz mumkin. Meniki Poco X3 Pro ga va 13 Pro ga tushadi. Endi qaranglar. Bu yerda bizda nimalar bor? Men birinchi o'rinda otgich qaranglar. Tolka knopka degani bor. Ya'ni tolka knopka orqali bu yoqda отдельный knopkasi bor. O'shan qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda tolka zona qilib qo'ysanglar, mana shu biroz bo'ladi. Agar knopka zona qilib qo'ysanglar, bu to'ys mana bu narsa. Ko'rasizlar, mana shu narsa. Agar buni o'chirsanglar, bu o'chadi, faqat buni o'zi qoladi. Agar buni ming o'tkazsanglar, faqat buni o'zi qoladi, bu o'chadi. Tushunasizlar, bolalar. Maslahat beraman, tolka zonaga qo'yishdi. Qaranglar, yana nima bor? Hozir vajin narsalar ko'rsataman. Men bu joystickda sizlardagi birinchi kirganlarda sizlarda plavyushi sprava bo'lib turadi. Bo'lmasa leva bo'lib turadi. Uni farqi yo'q, qayerdadir bo'lib turadi xolos. Buni главное sizlarga kerak bo'ladigan svobodniy qilib qo'yinglar bolalar. Svobodniy degani, misol uchun aynan agar hozir statичный qo'ysanglar yoki bo'lmasa plavyushiga qo'ysanglar, aynan mana shu dumaloq ustidan bosib aylantirishingiz kerak. Bunga sal qiynalib qolishingiz mumkin. Ba'zida qo'lingizda joystickdan chiqib qoladi. Shuning uchun eng yaxshisi svobodniyga qo'yib qo'yishinglar maslahat beraman. Svobodniyga tursa, xohlagan joylardan boshqarib ketaverasizlar. Buni ham hozir chiqqanlik ko'rsataman. O'tirib turadiganlar, qaranglar. O'tirib turadiganda najati bor va udерживание bor. Ya'ni qaranglar, najati bu degani bitta bosasida o'tiradi, yana bitta bosasida turadi. Agar udержаниеga qo'ysanglar, bosib tursanglar o'tirib turadi, qo'yaversanglar turib qoladi, tushunasizlarmi? Bossanglar o'tirmaydi, bosib turishingiz kerak o'tirish uchun, keyin qo'yaverganlar turib qoladi. Presilga keladigan bo'lsak, presil najati, например, avionni o'ynatganlar bo'lsanglar, bitta bosib otib nima qilib, yana bitta bosib presilni olasizlar. Agar udержаниеga qo'ysanglar, bosib turib otasizlar, o'zi qo'lingizlar qo'yaverganlarda avtomatik qo'yaveriladi, как PUBG ga o'xshab. Sakrash ham xuddi shunaqa. Sakrashda ustiga agar mana двойной najatini bossanglar, 2 marta bossanglar sakraydi, knopkani bossanglar bittaga sakrab ketadi. Yana nima bor? Adashmasam hammasi shu. Pajinalarni ko'rsatdim bolalar, qo'ygani qiziq emas. Yana bir marta Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni maslahat beraman, chunki Telegram kanalimizga xudo xolisa yaqinda konkurslar, turnirlar hamma narsa bo'ladi. Ekrangda ko'rib turgan QR kod orqali kirishingizni maslahat beraman. Qaranglar, чувствительность ham ko'rib turishingiz mumkin. Va hozir bu yerda qaranglar. Sizlarga chiroyli qilib so'zlab beraman hozir. Do'stlar, o'zimniki qo'lga qilganim uchun netib qo'ygan. Qaranglar. Agar sizlar giroskopda o'ynayman desanglar, men giroskop qo'shib keyin o'tamiz. Agar giroskopga o'ynayman desanglar, sizlarga bu чувствитель qiyin bo'lib ketadi, chunki buni o'zi tez. Tushunasizlarmi? Giroskop ham bo'lgani ta'sirida qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun buni iloji boricha pastroq qilinglar. Mana shu ikkitasini ускорение bilan сглаживание прицел. Ускорение 100% yo'q qilib qo'yish kerak, chunki bu tez hammalashni nima qilib beradi ekranlarda. Сглаживание прицелni xohlaganingizcha qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu плавное перемещение прицеля, ya'ni pritseli плавный qimillashiga yordam beradi. Necha foiz qo'ysanglar, menga 0 turadi xolos. Pritseli sozlashni ko'rishimiz mumkin. Mana endi pritseli ham ko'rib turganinglardek, kichkina nuqta o'ynamaydi, qimirlamaydi, to'g'ri ko'rsam, ochilmaydi ham qilmaydi. Men o'zim yo'qlab qo'yganim uchun shunaqa. Buni ko'rishingiz mumkin. Birinchisi oq rangda turibdi. Raqamini ko'rib olsanglar, mana FFF turibdi. Shuni yozishingiz mumkin. Bir turibdi biz. Bunisiga kiradigan bo'lsa, mana bu kodi. Mana shu kodini ham screenshot qilib olsanglar bo'ladi. Agar meni pritselimni o'ynashni xohlasanglar. Giroskopga o'tadigan bo'lsak. Agar aytgancha bu esimdan chiqib qolibdi. Agar biz giroskop o'ynayman desanglar, buni 3 gacha yoki 3 yana qilib qo'yishingizni maslahat beraman, chunki tezroq qimillashingiz kerak bo'ladi. Endi giroskopga o'tadigan bo'lsak,
Giroskop выключение yoqib qo'yamiz. Qo'shish uchun выключение bo'lib turadi. Sizlar выключение qilib qo'yasizlar. Vertikalniy interfeys yoqmaysizlar, gorizontalniy interfeys yoqmaysizlar, hech narsani yoqmaysizlar. Чувствительный menda 75. Bunisi 55. Ya'ni birinchi чувствительность bu ekranni hech narsa qilmasa turib, to есть pritsel ochmasa turib, просто ekranni qimirlashi, чувствительность с прицелом bu pritsel ochganingizdan keyin qimirlash. Силовая частотani 100 Gz qilib qo'yasizlar. Звук xullas shunaqa звук bu важный emas. Endi yana nima qoldi? Наверное, normalniy bo'ldi, hamma nastroykani tushuntirdim deb o'ylayman. Agar keyingi videoda to'g'ri trenirovka qilish, to'g'ri pikat qilish, ya'ni hozir ko'rsataman. Bekitganda nimani tushunamiz? Mana ko'ryapsizlar, mana shu bekitiladi. Hozir o'zim net qilyapman. Chunki unaqa aytmasligim uchun videoda qilaman. Xullas, pro piklar qilish, rasketlar, xullas har xil любойcha usulda o'rgataman bolalar. Buning uchun sizlardan просто like videoga like bosib, kommentariyasiga o'zingizlar fikringizni yozib, qaysi например hasad qilishmi yo bo'lmasa to'g'ri trenirovka qilishmi, to'g'ri ochishni o'rganishmi, to'g'ri yurishni o'rganishmi, nimani bilishni xohlayotgan bo'lsangiz kommentariyada обязательно yozib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanaliga ham o'tib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Loni boy bo'ldi. Video sizlarga foydali kelgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.